yana suhbatimizni davom ettiramiz. Aynan dasturimizdagi suhbat jarayonlari biz yuqorida milliy kurash sport haqida suhbatlashdik. Pensiya tayinlash borasidagi yangiliklar, bu borada olib borilayotgan ishlar to'g'risida suhbatlashdik. Ana endi bahor yaqin milliy taomlarga ham ko'p yurtdoshlarimiz allaqachon murojaat murojaat qilishni. Aynan mana shu milliy taomlarning afzalligi va albatta foydaliligi, uni qaysi davrga borib taqalishi, o'zi umuman tarixi borasida suhbatlashamiz va studiyamizda Umurbek Karimov ishtirok etyaptilar. Tarix fani o'qituvchisi. Xush kelibsiz. Umurbek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz va aynan bilamiz, o'zbek xalqi juda ham o'sha rang-rang taomlar bilan, milliy taomlari bilan ajralib turadi, o'sha qardosh xalqlarimizdan va aynan bahor kirib kelayotganida o'zi milliy taomlar pishirilish ollari boshlanadi. Demak, biz bobolarimizdan shunday gap eshitganmizda, bu yil qish shunchalik bo'lmadi, yer muzlamadi, shuning uchun ko'k koshi yemaymiz bu yil degan gaplarni eshitamizda va aynan bu boradagi aynan mutaxassis sifatida fikringiz qanday va aynan bahorda o'sha qishdan keyin immunitet pasayib ketadi aynan insonda va undan keyin o'sha darmon-dorilarga boy milliy taomlarga, bahoriy taomlarga murojaat qilishadi. O'zi umuman mana shu bizning milliy taomlarimizni tarixi necha ming yillarga boradi. Deylik, sumalakdan boshlasak, bu yog'i endi ko'k somsa, ko'k chuchvara davom etaveradi-ku. Bahoriy taomlar baribir mana shu qadimiy taomlar sifatida e'tirof etiladi. Sumalak, halimlar, mana shu tarixi qaysi davrlarga boradi? Demak, savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, Xo'janiyoz, har bir hududni boshqa bir hududdan ajratib ko'rsatuvchi, farq qiluvchi tabiati, iqlimi, urf-odat, marosim, bayramlari singari demak taomlari ham bor. Va bu hozirgi kunda ilmiy jihatdan e'tirof qilinmoqda. Xorazm vohasida ham demak o'ziga xos bo'lgan respublikamizni boshqa viloyatlaridan ajratib turuvchi taomlari ham borki, demak bularni o'ziga xos tarixi, etnik xususiyatlari bor. Endi ushbu milliy taomlarni, bahoriy taomlarni tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, manbalarning eng qadimiylaridan biri bu albatta Avesto. Zardushtiylikning muqaddas kitobi bo'lgan Avestoda birinchi navbatda demak ovqatlanish madaniyati, u bilan bog'liq bo'lgan urf-odat, marosimlar bayoni bizgacha yetib kelgan. Demak, Avestoda yozilishi bo'yicha inson tanovul qilishi mumkin bo'lgan ovqatlar ikki turga bo'lingan. Ya'ni inson uchun foydali va inson uchun zararli bo'lgan turlarga bo'lingan. Endi inson organizmi uchun foydali bo'lgan ovqatlarning o'zi ham bir qancha turlarga bo'linadi va bular ichida eng asosiysi non va bug'doy yoki bo'lmasam boshqa donli mahsulotlardan tayyorlanuvchi taomlar, ikkinchi guruhiga esa sut va sut mahsulotlaridan tayyorlanuvchi taomlar, uchinchi guruhiga meva va sabzavotlar kiritilgan. Avestoda go'sht mahsulotlari inson organizmi uchun zararli sifatida bayon qilingan va asosan qush yoki bo'lmasam baliq go'shtlarini iste'mol qilinishi Avestoda bayon qilib o'tilgan. Bundan tashqari Abu Rayhon Beruniyni qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Mahmud Qoshg'ariyni Devonul Lug'at Turk asarlarida ham Xorazm vohasini an'anaviy taomlari to'g'risida ko'plab ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Aynan Nilufar, e'tibor qaratdingizmi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik yurtdoshlarimizda men ko'rdim, allaqachon bahor hali kemasidan turib sumalaklarni allaqachon doshqozonlarda tayyorlash boshlanib ketdi-da. Endi mana shu bu nima deydi, qadriyat sifatida alohida bir e'tibor qaratiladigan jihati bu nafaqat shunchaki u taomni tayyorlash, balki hamjihatlikni ham o'zida ifoda etadi. Bizni Xorazmda aytadi-ku, og'izbirchilik deydi-ku. Aynan eng asosiy masala ham shunda-da, qaysi el, qaysi ulus, qaysi elat og'zi bir bo'lsa, u doimo har qanday tashqi zararlardan ham himoyalangan bo'ladi degan fikrlar ham bejizga emas. Endi mana shu bahoriy taomlarni tarkibidagi mahsulotlarning tanlanishi nimalarga bog'liq aynan? Yuqorida aytdingiz-ku, mana go'sht mahsulotlari
mumkin emas. Zararli deyilgan Avestoda. Xo'sh, uni tarkibini tanlab olish nimalarga bog'liq asosan? Endi Xorazm vohasi oshxonasi ahamiyatli tarafi shundaki, demak, Xorazm vohasi oshxonasi taomlarning xilma-xilligi, Xamirli taomlarga ko'p murojaat qilishadi. xamirli taomlar ham endi Xorazm vohasida hozirgi kunda asosan endi qadimdan bug'doy va guruch xalq orasida asosiy va ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblangan. Bundan tashqari, demak, xamirdan tayyorlanadigan ovqatlar yoki bo'lmasam xamir ichiga masalliq solib tayyorlanadigan ovqatlar, undan tayyorlanadigan taomlar ham juda ko'p. Endi ovqatlarni Xorazm oshxonasini, Xorazm vohasi taomlarini mazasi yoki bo'lmasam xushtam bo'lishining asosiy sababi albatta bu quyoshli vohamizda dehqonchilik mahsulotlarini yetishib turgan dehqonchilik mahsulotlarini turli xil ekanligi yoki bo'lmasam chorva mollari va sutlarining ta'mini, boshqachaligi yoki bo'lmasam Amudaryo suvidan oziqlanuvchi baliqlarning shirasi, xushtamligi ovqatlardagi, demak, masalliqlarning ta'mini, ajoyibligini bir omil sifatida ko'rishimiz mumkin. Navro'z va boshqa bahoriy bayramlarda tayyorlanadigan taomlar xalq hayotida qanday ahamiyatga ega? Hozirgi kunda, demak, xalq hayotida muhim ahamiyat kasb qiluvchi bu taom albatta sumalak. Sumalak tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, hozirgi kunda yosh va qari sevib iste'mol qiladigan sumalak ibtidoiy termachilikdan dehqonchilikka o'tish davriga to'g'ri keladi. Bundan 3000 yil oldin, demak, O'rta Osiyo aholisi dehqonchilikni boshlashdan bahor kirib kelishi bilan, demak, Navro'z bayramini nishonlashgan va aynan shu bayram bilan birgalikda sumalakni ham tayyorlashgan. Endi sumalak ham darmondori, ham demak tetiklashtiruvchi taom sifatida azaliy qadim hozirgi kungacha pishirilib kelinmoqda. Endi menda bir savol paydo bo'ldi. Hozir Husanboy aka, sizga bermoqchiman bu savolni. Mana hozir milliy kurash to'g'risida siz bilan suhbatlashdik va sportchilarimizga aynan milliy taomlarimizdan qaysi taomlar tavsiya etiladi-yu, qaysilariga taqiq qo'yiladi? Aynan mana shu mashg'ulotlardan oldin yoki bo'lmasam kurashga chiqishidan oldin. Endi bu sportchilarda agar vazn bilan shug'ullanadi, vaznli, masalan, vaznni o'lchab tushiladigan sport turlarida xamir ovqatlar kamroq yeyilishi kerak. Negaki bu xamir ovqatlarda vazn ortib ketadi-da. Vazn ortib ketadi. Bu vaznni saqlash kerak. Shuning uchun xamir ovqatlarni kamroq yeyish kerak. Keyin shu musobaqalardan keyin boshqada mashg'ulotdan keyin ham birdan shirali narsalar ham yeyish bu mumkin emas. Bunda biz ota-bobomiz aytganki, issiq bo'lasan deb. Bu issiq bo'lasan degani bu tomoqqa yovushib boshqa keyin kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun hamma narsani me'yorida yegan yaxshi. Eng asosiysi bu bahorda sumalakni haqiqatdan yesa bu kuch, darmondori aytganidek. Endi hozir Navro'z to'g'risida ham so'z ochildi, o'z-o'zidan mana shu savol paydo bo'ldi. Endi haqiqatdan ham biz ko'ramiz, Navro'z sayrlari boshlanishi bilan milliy o'yinlarga ham alohida e'tibor qaratiladi va yildan yilga mana shu sayrlardagi milliy o'yinlarda, ayniqsa kurash maydonlarida to'planadigan kurashchilarni ko'rib ko'z quvonadi-da. Haqiqatdan ham qadriyatlarimiz qaytyapti, qadriyatlarimiz qadr topyapti deb biz ruhlanamiz. Endi hozir mana shu taomlarga to'xtalyapmiz. Ko'z o'ngimizdan o'tyapti taomlar hozir. Birma-bir hammasi ertalabdan nonushta payti bo'lganligi sababli bo'lsa kerak nazarimda. Nonushta dasturxoni atrofida bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, yoqimli ishtaha sizga hamroh bo'lsin deymiz. Biz esa dasturni yana davom ettiramiz. Aynan mana shu yosh avlodlarni milliy oshxonamizga va bahoriy taomlarga qiziqtirish, ularni mana shu milliy taomlarimiz bilan tanishtirish, ularni qadriyatini oshirish uchun qanday taklif va fikrlaringiz bor?
hozir ko'pchilik yoshlarni, uzr so'zingizni bo'ldim, hozir ko'pchilik yoshlarni qaraydigan bo'lsak, tez tayyor bo'ladigan o'sha fast food taomlarga murojaat qilishadi yoki bo'lmasam kichkina bolalarni ham qaraydigan bo'lsak, nima ovqat pishirib beray desa, o'sha menga dedi ovqatlar. aynan yarim tayyor ovqatlarni yoki tez tayyorlanadigan ovqatlarni ular tavsiya etishadi-da. Lekin biz bolajonlarimizni, aynan farzandlarimizni mana shu milliy taomlarimiz bilan tanishtirish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak ko'proq? Demak, gapingiz to'g'ri, Xo'janiyoz. Sababi etnologik so'rovnomalar o'tkazilgan paytda aynan an'anaviy taomlar ichida, misol uchun aytadigan bo'lsak, ildirma, bulamuk, atala singari taomlar asosan yoshi katta kishilar tomonidan so'rovnomada qatnashgan vaqti bilishlarini aytgan. Yosh doirasi ancha 20-25 yoshli atrofli, demak, shaxslardan so'rovnoma o'tkazilganda hatto bunday ovqatlar borligini bilishmagan. Demak, bu yoshlarga Milliy taom targ'ibotini kamligidan. Demak, buni targ'ibotini va ommalashtirishini oshirish uchun birinchi navbatda milliy brend hisoblangan ushbu taomlarni ommalashtirishimiz kerak. Hozirgi kunda o'sha katta restoranlarga tashrif buyursak ham o'sha Xorazm milliy taomlarini ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Bu albatta o'sha milliy taomlarga bo'layotgan e'tibor va qaysidir ma'noda Xorazmni o'zi aytib o'tadigan bo'lsak, tashrif qog'oziga aylangan taomlari bor. Aydan ijjon, shuv toshi, tuxumbarak. Bularning soni sanasak juda ham ko'p. Qapshirma deydi, go'mma deydi, to'g'rimi? Bularning albatta soni juda ham ko'p, lekin hozirgi kundagi o'sha bo'lib o'tayotgan o'sha mamlakatimizda, ya'ni o'sha bizni viloyatimiz aynan turizm sohasiga yo'naltirilganligi uchun o'sha sayyohlarning oqimini kelishiga muvofiq aynan bizni Xorazm taomlari, o'zbek milliy taomlariga bo'layotgan urg'u ham juda ham yaxshi. Lekin targ'ibotda sal oqsash bor, lekin sizni faoliyat yuritayotgan o'sha dargohingizdagi, atrofingizdagi yoshlarga masalan kelib, o'sha aytib o'tganingizdek, ildirma nima o'zi deb so'rasa, xo'sh, bu haqida ma'lumot taqdim eta olasizmi? Albatta. Albatta. Biz mana shu mazmunli suhbat uchun sizlarga minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz va dasturimizdagi ishtirok uchun.